Qashqadaryoda maktab o'quvchilari bir-birlarining yuzlariga xuddi mana shu kabi lak bo'yoq sepib, tomosha ko'rsatishdi. Qaramda men. Menga qara. Ha, holat qara, mana qara. Ha, nima jashiraysan betingni? Men ahvolni qaramda. Bu o'quvchiman bu, men tirishadi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur voqea joriy yilning 12-may kuni Chiroqchi tumanidagi 82-umumiy o'rta ta'lim maktabida 8-10 sinf o'quvchilari o'rtasida sodir bo'lgan. O'quvchilar nafaqat bir-birlarining yuzlariga bo'yoq sepishgan, balki maktabning devorlarini ham bo'yoq bilan bezab tashlashgan. Sinfda mana shu protsess qilyapti. Biz vaziyatga aniqlik kiritish va holat yuzasidan rasmiy izoh olish uchun Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasiga keldik. Ma'lum bo'lishicha, o'quvchilar tanaffus vaqtida bir-birini shu qismiga, o'sha sinf xonalariga lak bo'yoqlarni sepgan holati aniqlangan. O'rnatilgan tartib asosida huquq-tartibot organlariga bildirilib, voyaga yetmagan o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan amaldagi qonunchilikka ko'ra ta'sir chorasi qo'llaniladi. Shuningdek, o'quvchilar tarbiyasiga befarqlik bilan qaragan ta'lim tashkiloti mas'ullariga nisbatan amaldagi qonunchilikka ko'ra intizomiy jazo choralari qo'llanilganligini ma'lum qilamiz. Maktabda o'yin-kulgu bo'lishi tabiiy hol, ammo ta'lim-tarbiya o'chog'i hisoblangan bu dargohni hurmat qilishni ham unutmaslik lozim.